Assalomu alaykum aziz Muzaffar tog'a kanali muxlislari. Qalay yozda issiqlaridan charchamay olyapsizlarmi? Ha, Endi yana o'sha nimadanda bostirma deymiz bizda tilda og'ilxonadan reportaj. Bu molimizni bolasi bu molimiz hali bir kasal kelganda becholar davolab bo'lmadi uni. Endi u bolasi qoldi o'rniga. Bu ham jinday karate isroq. Ko'pchilik so'rayapti endi buni yana yangi nima qilganlar loyni qanaqa qiladi deydi. Qo'yiq suyuqligi ham o'zimizga ham qo'ysa reklama. O'shaning uchun bir yana reportaj qilib yana bir qo'yib qo'yamiz kanalga. Ko'rib nima bo'lsa narsalarimiz sotiladi, kimgadir yordam bo'ladi. Buni o'sha loyni go'ng mana o'sha yangi go'ng mana yangi go'ng. Shuni tashaganmiz mana bu idishga. Bir qator bundan tashab, bir qator hoka tashab, yana shuni turib ellashtirib shu holatga keltirib olganmiz. Endi buni mana qo'lda nima qilsangiz qo'yiq suyuqligini, endi qo'l nimani men sizlarga bir chetaki olib ko'rsatyapman buni mana. Mana shunaqa holatda mana. Loy bu mana shu jinni suyuq shu lekin mana. Bu hali hozir masalan misol uchun bu guvalar solganingizdagi, guvalar g'isht solganingizda loydan jinni suyuqroq. Bu jinni suyuq. Shundan sal qo'yiqroq bo'lishi kerak. Qo'yiqroq bo'lsa, endi bu yana bir kun tursa bo'laveradi. Shuni aqib qo'yilsa, bir kun tursa, yana ham singib nima bo'laveradi. Endi shu holatda mana eski go'ng. Eski go'ng qilsangiz ham bo'laveradi, faqat buni rost mana 2 kun uyutish kerak. Idish bo'lsa uyutish kerak. Uyutib nima qilinaveradi uni. Hozir yana solish jarayonlarini ham nima qilamiz? Hozir. Mana endi buni shu nimaga endi qilgandan keyin yana qilaveramiz. Bu jinday loyimiz o'sha nima deydi? Jinday suyuqroq hozir. Agar yana ham jinday pishsa jinday chiqaveradi. Bu shu o'zi o'sha qattiq bo'ladi shu. Mana shunga salkam bir qop nima ketdi? Hoka ketdi. Endi bir aravacha nima ketdi shekilli. Go'ng ketdi shekilli. Bir aravacha go'ng ketdi shekilli. Hozir solamiz buni. Videoning so'ngida nechta chiqqanlarni aytib qo'yamiz. Mana shunday bo'ldi. Mana shunday turaveradi. Turaveradi. Mana katta ruchkasini ko'tarilib qo'yiladi. Aylantirib olaverasizlar. Bunga endi Apple'ga qo'shib olsa ham bo'laveradi. Jinday Apple'ga qo'shib nima qilinsa, shu ko'miri ko'p bo'lsin deganlar shu holatda qilaveradi. Mana shu ko'miri ko'p shuni. Shuni misol uchun yoqqanda uncha hidi chiqavermaydi uylarda ham. Endi bundan ham ko'p qilsa bo'ladi hokasini. Agar hokasini ko'p hokani o'zini qilib qo'ysangiz kuzgacha turmaydi-da bu. Kuzgacha turmaydi. Kuzda nima bo'lib ketadi? Uqalanib ketadi. O'sha jin go'ng yo o'sha jin Apple'ga bo'lsa Apple'ga aralashtirib qo'ysa ozgina. Faqat buni tagiga Apple'ga solmanglar buni. Bo'lmaydi Apple'ga. Yo bir eski letalar bo'lsa, bunday material bo'lsa, materialni ustiga qilish kerak. Ya bunaqa stejka bizga videomiz chiroyli chiqsin deb stejkani ustiga qilyapmiz. O'zi aslida leta solib letani ustiga qilamiz. O'sha yaxshi. Tagiga Apple'ga solsa u bu narsa yerga yopishib qoladi. Soboldik. 130 ta chiqdi shekilli. 130 ta chiqdi. Yo bitta yo ikkita ekan. O'sha faqat bu nimasi hokasi ko'proq bo'ldi buni. Bitta
50 kilo bo'ladigan bo'lsa bir qopimiz men 700 so'mdan oldim endi. Pulga hisoblasa 700 so'mdan oldim. Endi kimda uyda bo'ladigan bo'lsa, endi u misol uchun o'zi otgan atxut bo'ladi. O'shanda hisob kitob qilsangiz 200 so'm bilan 300 so'm orasida tushar ekan. Misol uchun shunga yarim qop qo'shib turib qilsangiz 200 so'm tushadi. Endi mana shu hozir 226 so'mdan tushdi. Bir dona shu briket 226 so'mdan tushyapti mana. 226 so'm. Uni hali qilib sotaman deganlarga ham bir hisob kitob. 200 so'm bilan 300 so'm orasida tushaveradi. Ser hoka qilsangiz 300 so'm, bundayroq bo'lsa 200 so'mdan tushaveradi. Kimga shunaqa narsalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab 250 ming narxlari ham jinday qo'shilib qoldi. Eski videolarimda arzonroq edi, endi jinday qo'shildi. Temirlar ham o'zi ham oshyapti, hozir ko'rib turibsizlar. Tog' yana u Muzaffar tog' oshirdi deyapmanlar. Jinday oshyapti, o'zi narx-navo ko'y hamma bilib turibdi-yu. O'zbekiston bo'ylab 270 mingdan yo'l kirasi ichida qilib beraveramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Shu yana endi nimasini xudo xolasa go'ngini ko'proq qilib, hokasini azroq turib yana bitta video qilamiz. Qani endi qanaqa chiqar ekan? Nima deysan? Telefonlarimiz 91lik 154 79 53. Shuni 93ligi ham bor, 94ligi ham bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Farg'ona, Bag'dod, Muzaffar tog'a kanali.